Hurmatli obunachilarimiz, Assalomu alaykum. Marlon Shohidek agrotexnik do'konimizga ko'rishgan kun 5-6 ot kuchli mini traktorlarimizga yetib keldi. Hozir bilan to'liq obzor qilamiz. Sizlar bundan kanalimizga like bosasizlar, obuna bo'lsizlar, kommentariyga omad so'zini yozasizlar. Va bunda biz boshladik akalar. Birinchi o'rinda eng kichkinasi 5 ot kuchli mini traktorimiz bo'ladi. Ko'rishgan kun qatoriga 5, ya'ni 5 ot kuchi bo'ladi. Qatorli motor akalar, buni ko'rishgan kun frezalari kichkinagina qilib ishlangan. Bu asosan malina shunday kichkina agatlarni chopgani haydagani moslab ishlatilgan. Boklari 2 litrli bo'ladi. Benzinga yog' aralashtirilgan holda ishlaydi. Bu kasinka motor qo'yilgan akalar bunga. Bunimizning narxi 1.500.000 so'm kami bor akalar. O'zini o'chirib yoqadigan va mana bu yerda gaz knopkalarigacha bor akalar. Keyingilarimiz bu 6 ot kuchli 48 motorli bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Buni boki kattaroq 2,5 litrli bo'ladi. Freza pichoqlari ham ancha qalin qilib ishlangan. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu ham o'sha malina shunaqa mayda agatlarda ichini haydagan mo'ljallangan. Korobkalar ham ancha kattaroq qilib ishlangan. Qolganlarga nisbatan buningizda vozdix tizimi ham mavjud. Mana bu vozdix bo'ladi akalar. Keyin o'zida stop va gaz knopkalari bilan jihozlangan. Bu ham benzinga yog' aralashtirilgan holatda ishlatiladi akalar. Hozirda bunda bizda bitta yo ikkita emas, katta assortimentda mavjud bo'ladi akalar. Buni xarid qiladigan bo'lsangiz, o'zida mana bunday benzin yog' aralashtirilgan bachkoga va o'zini zapas mana bu yerda ключ, dokument va pechatkalardan qo'shib beramiz akalar. O'ziga ishlaydigan mahsulotlarni qo'shib beramiz akalar. Bizning manzili Farg'ona viloyatida, Marg'ilon shahar sentrida joylashgan bo'ladi. Telefon nomerlar 92 854 bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Yanada arzon narxlarda qilib beramiz akalar obunachilar uchun. Jonlaring sog' bo'lsin. Videoga like, obuna va kommentariy yozib, o'zingizga qaysi bir yoqqanligini yozib berishni unutmanglar akalar.